Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, chorva ishqibozlari, aka-ukalar. Akalar, mana bugun biz Namangan viloyati Namangan tuman Tepaqo'rg'on qishlog'ida o'zimizda xonadonimizda turibmiz. Akalar, bugungi hafta kuniga seshanba 30-dekabr. Akalar, yangi yil bilan hammalaringizni tabriklayman. Yangi yilga chiroyli qilib 2 donagina yangilik qilib qo'zab keldik. Ikkitasi ham bo'g'oz. Xudo xolisa mana shularni chiroyli qilib video qilib berishga harakat qilamiz. Mana bashara garbanoslardan boshlaymiz. Hop, Ilyosbek. Ha, shu ukamiz chiroyli qilib ma'lumotni yetkazadi. Bular ma'lumotni aytib beringchi. Ma'lumot bo'ylari 700 bilan 80 o'rtasida. Ha, ikkovi ham. Hop. Yosh, ikkovi ham bo'g'oz. Egalasi ham bo'g'oz. Qani bitta ko'rsataylikchi bu tomonlaridan. Tishini ham ko'rsataylikchi. Ne tish buzibdi-yu. Shakka tish buzibdi. Ikki tishga chiqibdi. Mana bunisi ikki tishga chiqibdi. Bunisi qo'zi. Unisi qo'zimi? Bunisi qo'zi. Qani? Ha, bunisi qo'zi ekan. Ichi yetalakchi sal. Mana, qani? Ha, bu qo'y qochqan ekan. Mana yelinlari ham sal yelinlari ham bilinib qoldi. Qani? Mana akalar bo'g'oz. Qattan yelin ko'chib qolibdi, yelin solib qolibdi. Hop, bo'yini aytdik, hamma yo'g'ini aytdik. Buni qayda buni zoti qanaqa buni? Oldidan. Ha. Bunisi Tianshan zotdan. Tianshan zotdan. Ha. Garbanos qarang. Qani? Ayt janovarlar, ikkovini bir joyda boqib yotadigan ekan. O'tozun kallalari ham o'tozun. Tianshan zot kecha qo'chqarini ko'rdim. O'zimizda payshanba kuni bozorda sotildi. 100 ming ham 9 millionga sotildi. Shuni zotidan, qo'chqaridan. Mana qo'ydi, kallavosh, chiroyli, o'ta go'zal. Tuyoqlari ham stakan tuyoq ekan. Endi bunisini ko'rsataylikchi. Bunisini garbanos qaranglar. Mana biz kashtangligini qaranglar akalar. Bunisi dalanikiga o'xshab turibdi, jullar hilpayib. Daladan kelganmi bu? Ha, dalaniki. Ha, o'zi juni aytib turibdi, ammo tulovga boshlanibdi. Mana tagi toza shkalantrangdan ekan, kashtang ekan. Mana bo'ynilaridan o'zi tulashni boshlabdi qo'y. Mana jundorasini ham ko'rsatib qo'yamiz. Jundorasida ham ikkovini ham badani bor ekan. Bahorga chiqib bular bitta junni olishsa, xohlasa qo'ygan qilib chiqadi dedi. Hozir bo'g'ozlik uchun juniga tegib bo'lmaydi. Hozir tegolmaydi-ku, hozir sovuq-da. Hozir sovuq. Ha, bahorga chiqib bitta junni olsa, O'shaning uchun buni kiygiz juncha turibdimi? ha, bu mehnatdan qilsa, vaqti zo'r ko'rinadi qo'y. Mana deyapti-ku, mana chiqayapti. Qanday bo'lsa shundaylicha ko'rsatgan yaxshi, ammo to'g'ri. Mana qo'y dumbadan tulashni boshlabdi akalar. Mana o'zi dalani qo'yini tushunadigan akalarimizga tushunishadi. Qo'yni tikkanligini qaranglar. Janovarni oyoq qo'lini uzunligini qaranglar mana. Tagidan olamiz. Oyoq qo'lni butunligini qaranglar. Janovarlar. Bitta qo'yaveraylikchi. Bitta aylantiraylikchi ikkovini. Ha, janovar ikkovini bitta qo'raga tashab qo'yib, tug'dirib tarbiyalab qo'y qilib olib yuraman degan aka-ukalarimizga ham ammo zo'r tavsiya qilaman akalar. Qaranglar, yosh narsalar. Teng bo'l, ikkovi ham bo'g'oz. Ikkovini bitta boqib, bularda 4-5 tadan bolasini olib, sotini olib yuraman deganlarga zo'r ekan. Yaxshi qo'chqardan qo'shib, mana o nargini qaranglar. Buni qanaqa zot dedik? Tianshan dedikmi? Bu Tianshan. Nargisi toza kashtangdan ekan. Shkalantrang ekan. Ilyosbek, bularni qayergacha dastlabki qilib beramiz bularni? Dastlabkilari vodiy bo'ylab Toshkentgacha besplatni bo'ladi. Vodiy bo'ylab Toshkentgacha besplatni. Besplatni qilib beramiz. Hop. Hop. Qolganiga kelishilgan holda qilib beramiz. Narxini nech pul qo'yamiz? Obunachilarga tushadigan bitta telefon qilganda ikkovini bo'l jo'nataverin deydigan narx qo'yamiz. Ammo oldi qochdi realni, bu kanalda realni narx bo'ladi. Bo'ldi. Realnimi? Nech pul? 10.500 ga borib beramiz. Ikkovini. Ikkalasini. Mabodo alohida so'rab qolishsachi. Kashtani 5.300, Tianshan
5200'e yetoladi. Dastlabkasi ichida. Dastlabki ichida gaz yo'q, boshqa vaqtlar emas. Hech janavarlar o'ynab turibdi. Bo'ldi, gap yo'q. Xo'p, endi hozir ikkovini azinadan yo'l qo'yib beramiz. 10.500.000 olishsa, Telefon qilishdan qo'yib beramiz. telefon qilishsa azinadan yo'l qo'yib beramiz. Akalar, Egalasini olsa yutishadi. ikkalovini og'a odam yutar ekan. Yakka olsa zo'ru, lekin ikkovini bir joyga oladigan ekan. Yosh narsalar, janavarlar. Qani, Birinchi bolasini o'zlari. birinchi qoringa, birinchi bolasini tug'dirib yuraman degan odamga. Mana qo'yiladi, ko'rib olinglar. İlyasbek bo'ldi. Xo'p, bularni ikkovini narxini aytdik, hamma yo'g'ini aytdik. Pastga nomer qo'yamiz, telefon qilib bo'ylarni o'lchab ber deyishsa, o'lchab berilaveradi. Lekin birinchi tug'ishi o'sarman qo'ylar. O'sadigan qo'ylar buni bo'yi o'zi bilasizlar akalar. Birinchidan qo'zi qochganda yelin sola olmaydi ancha-munchaga, lekin mana bizning yelini bilinib qolibdi ancha. Mana shu nargisini yelini. O'sha eski yelini bo'lmaydi, mana o'zi ko'rinib turibdi. Mana o'zi orqasidan ham bitta bilinar ekan. Bo'ldi. Telefon qilib aloqaga chiqaverishsin. Yetkazib beriladi. Akalar telefon qilib aloqaga chiqaverasizlar. Realni olaman degan odamga aloqaga chiqaveradi. Mana pastga nomer qo'yamiz. Chiroyli qilib, savdoni qilib, hammalaringga akalar yangi yil yaxshi o'tkazinglar. Xudo xolisa mana shu qo'chqorlar, sog'liqlar qo'chqor tug'ib beradi.